Assalamu alaikum hörmətli anlıqçılar. Yazğıcı Yasincan Sadıqçıoğlanın Bahadirname namlıq romanının davamını anlığaysızlar. Toshkent Əmir Məhkəməsinin təskəy tərəfiga məhkəmə qamoqxonasiga tam tutash qilib xeyli hashamatlik selingan ayrim darvoza, egiz qo'riq temi va bu qo'riq odatda ko'zga ancha cheliqib ketmaydi. Qamoqxonaga tam tutash bo'lganligi uchunmi yoki boshqa bir sabablarmi aytavur, xeyli hashamatligiga qaramay muqim odam turmaydi. Shayx Jamoliddin Sulton Yunusxonni mush qo'riqqa o'rinlashtirgan edi. Bir haftadan beri Sulton Yunusxon bu qo'riqda o'z yolg'iz turibdi. Uning sirtqa chiqishi cheklangan. Qo'riqning ichi darvoza, qo'riqtam va o'gizlarga o'rinlashtirilgan qorovullar uning har bir harakatini taqib ostiga olgan edi. Ammo bir-biridan chaqqan mulozimlar Yunusxon shundoqla qimirlab bo'g'icha qo'l bog'lab xizmatiga tayyor bo'lib turardi. Lozimliq narsalarni deb bo'g'icha hozirlab bo'ladi. Biroq Yunusxonning so'ragan savollariga javob bermaydi. Vujudini g'am andishi chulg'ib olgan Yunusxonning ichi siqilib ketgan edi. Uni hammadan bak qiynag'ini Shayx Jamoliddinning bir haftadan beri qorasini ko'rsatmasligi edi. Kechirsizlar oliylari. Bizga xizmatlarda bo'lib, hollardan xabar olish buyurilgan. Boshqa ishlarni zinhor bilmaymiz. Mulozimlarmi, qorovullarmi faqat mushu javobni takrorlaydi. O'zining nazarband qilinganligini his qilgan va buning sababini bilolmagan Sulton Yunusxon ochiq yutib sarang bo'laydi deb qolgan edi. Bu Shayx Jamoliddinning nima qilganidir? Mendek bir katta saltanat sohibiga mushundoq beadablik bilan muomala qilsa, keyin baloga qoldiganligini o'ylamadimki-ne? Rost. U kuni ajab mirsoli borin qatorliq 4 amirni nemishqa bog'ladi ekan? Ular nima gunoh qilgan bo'g'aydi? Xo'sh, ularning bog'liq og'dek gunohi bormi deyli. Lekin sagni ursangmi egisiga boq deydigan gap bor emasmi? Qoida bo'yicha menga desa, jazolug'dek yeri bo'lsa o'zim jazolab bermasmidim? Menimi tuyuqsizli mafiga chiqarib mush qo'rug'i akilishdi. Xizmatimga bir muncha mulozimlarni sepbagini bilan erk ixtiyorim o'zimda emas. Siliq sipoyi muomala qilishgan bilan haftadan beri qo'rg'onning sirtiga chiqarishmadi. Buning qamalgan, nazarband qilingan bilan nima farqi? Hafta bo'ldi, yo o'zini ko'rsatmadi, yo xotin bolalarimdan, yo amir navkarlarimdan xabar bermadi. Birer o'yin o'ynayotganda ya. Uning men bilan azaldan xushi yo'q edi. Suiqasd qilib qo'yib yurmas. Shundoq. Suiqasd qilg'usi bo'lsa, nemishqa hozirgacha qo'l solmaydi. Yo qamoqxonaga, yo takkixonaga o'xshamaydigan bu dargohga sulab qo'yib. Takkixona degani mehmonxona deb izohatda. Xizmatimga mulozim belgilab nima qilmoqchi bo'lg'aydi? Aslida u torqidan ishchiligini bilgili bo'lmaydigan hiylagar odam edi. Uningdan ehtiyot qilishim kerak edi. Sulton Abu Said Mirzo oliylar bilan o'ttirimizga do'stlikqa ziyoda tamanno qo'yib ketibdiman. Yoki bo'lmasa, u Samarqand taxtigohiga itoat qilishni boshlatganmidi? Yo'q, hadda emas. Toshkent shahrining kichikkin bir to'rg'isi har qancha yo'lbosning yurkini yeb olgan taqdirda bundoq qilishga petinolmaydi. Undoq qilgan bo'lsa, bu Said Sulton oliylari allaqachon lashkar tortib kelib, adabligan, sarkaslik qilgan, to'yg'izgan bo'lar edi. Shayx Jamoliddinning muttasi zoti nimadir? U kuni aldirash diniy salom berib, oliylarni badgirdanlarning qasdidan qo'g'dimasam bo'lmaydi degan edi. Ol badgirdanlar kim bo'g'aydi? Sulton Yunusxonning ko'z oldiga
Yılqı put bağlanğan 4 əmr gəldi. Yo'q. Ularning menga qasd qilishi, sadoqatsizlik qilishi mumkin emas. Ma'qul. Ularni qasd qilmoqchimi deyli. Undaqda ular nemishqa qor to'qay qishliqida qo'l solmay, Toshkent shahriga yaqinlab qolganda qo'l solmoqchi bo'ladi. Acaba Shayx Jamoliddin ularning bu yomon niyatini qandoq bilib olgandi? Bu ishda cho'qim bir o'yin bor. Shayx Jamoliddin nemishqa haftadan beri menga ko'rinish qilmaydi. Avval bu yerdan sog'-salomat chiqqay cho'qin. Zar-zivirigacha aniqlab bilmaydigan bo'lsam. Oliylarga ma'lum bo'lg'ay. Amir Shayx Jamoliddin hazratlari keldi. Huzurlarga kirishga ijozat so'raydi. Mulozimning tuyuqsiz yetkazgan bu ma'lumoti Sulton Yunusxonning chegish xiyollarini uzib qo'ydi. Vujudidagi azob, hasrat, tashvish birdanla g'azabga almashdi. Lekin o'zining nada turayotganligini birdanla esiga elib, yuragidagi lovuldayotgan g'azab o'tini besishga majbur bo'ldi. Haftadan beri nazarband qilishga petingan odam endi ajab qishimga usibli kirishga petinamay qapti. Sulton Yunusxon xiyolini yig'ishtirib mulozimga qaradi. Ijozat. Hayal o'tmay Shayx Jamoliddinning xushomat kulgisidan purilishib ketgan chiroyi bo'sig'i to'yda paydo bo'ldi. Assalomu alaykum. Janobi xon oliylarga ehtirom bo'lg'ay. Va alaykum assalom. Yunusxon qopqini turgunicha salomni ilik oldi. Ammo o'tirgan joyidan qimirlatma qo'ymadi. Shayx Jamoliddin Sulton Yunusxonning norozilik, g'azab chiqib turgan chiroyiga shundaqli qarab etib, yana ahvol so'radi. Oltin bo'ylari esanmikin oliylari? Yunusxon endi o'zini besib ololmadi. Yo'q qilan gapni oz qilsinlar. Aytsizlar, nima sababdan mening 4 amrimni tutadilar? Nima uchun meni bundaq nazarbandga oladilar? Mendek bir tojdorga bundaq muomala qilgudek o'zlari kim edilar zodi? Men bu tasarrufga qandoqdir panohlik izlab yoki ta'arruz qilish maqsadida emas, balki sizlarning posibonlar bo'lmish bu Said Sultan oliylar bilan didor muloqotda bo'lishni izlab qadam keltirganman. Bu saltanatning eng aziz mehmonidir men. Saltanat qoida-usullarini bilamdilar zodi. Mehmonga mushundaq muomala qilamdilar. Meni qoyil qilgudek tushuncha bersinlar. Unda qilmaydiganlar. Kallalar hezi bo'lsalar. Men kechirvasammi? Bu Said Sultan oliylari zinhor sil rahim qilmaydi. Sulton Yunusxonning yana bir muncha gaplarni qilg'isi bor edi. Lekin topsida texchili beshini egib turgan Shayx Jamoliddinning mulozimlardek qo'l bog'lab turgan bechora turqiga qarab o'zini sal tutib oldi. Kechirsizlar oliylar, dedi Shayx Jamoliddin egilib turib. Buyuk bir elning posiboniga beadablik qilishga haddimiz emas. Biroq aldirashchilikda besaramjon qilib qo'yganimizni tan olamiz. Ijozat bersizlar, ol kundagi ishlarni tushundiray. Xo'sh, dedi Yunusxon ta'tir qarag'inicha qopqini turib. Shayx Jamoliddin qo'ynidan bir poch xatni ilib Sulton Yunusxonga ehtirom bilan tangladi. Malol ko'msizlar, avval mono maktubni o'qib baqqan bo'lsizlar. Sulton Yunusxon Shayx Jamoliddinning ko'ziga bir qarab o'tgandan keyin xatni ilib o'qishga boshladi. Uning chiroyi birdanla tatirib ketdi. Vujudidagi boyanqi adovatlik tuyg'ulardan asarmi qolmadi. Bu Mirsoli Barin qatorliq 4 amirning Shayx Jamoliddinga avatgan tunji xati edi. Xatning ostiga besilgan 4 amirning imzosi, muhri bu xatning rostdan shularning xat ekanligidan guvohlik berib turadi. Yunusxon xatga bir haza qarab turgandan keyin ziddiyatli xiyollar ilkida asta beshini ko'tardi.
Şeyh Jamoliddinning texchilar pagada qo'l bog'lab turayotganligini ko'rib, biroz xijil bo'ldi. Xo'sh, joy olsinlar, dedi uni o'ltirishga buyurib. Xon oliylari marhamatlikdir. Şeyh Jamoliddin supuning levidagi ko'rpaga joylashib o'tirib olgandan keyin eg'iz ochdi. Ushbu maktubdan xon oliylariga hamma ish ayon bo'ldi deb o'ylayman. Aslida ol riyokor amirlarning taklifiga boshdan qo'shilmay javob yozib etay hamda ularning niyat muddosidan xon oliylarini xabarlantiray degan niyatim bor edi. Lekin orliq yiroq bo'lg'achqa uning ustiga navoda ular razil niyatini xon oliylarga oshkorlab qo'yganimdan xabar tepib qolsa, oldin qo'l selib qas qilib qo'yishidan voyim edim. Shunglashqa chandurmay ularning taklifiga qo'shilib, yolg'ondan ko'maklashgan qiyofatga kirib oldim. O'sha kuni avval xon oliylariga salom berib bo'lib, ondan bu sotqinlikni oshkorlay desam, ular allaqachon oldimga chiqib bo'lishibdi. Men bilan ko'rishibla, xon oliylari saroyda yolg'iz qoldi, navkarlarni kirgizsalar ish tamom bo'ladi. Uninggacha biz o'zimizni daldiga alg'ashtiraylik deyishdi. Bu qadar munofiqlikqa chidab turolmay, avval ularni bog'lab qo'zdim. Shu orliqda darhol kirib oliylarga ahvolni tushuntirishga fursat yo'qligini his qildim. Chunki ul to'rt riyokorni tutqunimni oliylarning navkarlari yoki ul amirlarning lashkarlari bilib qolsa, ular ahvolni surishtirmayla har qaysilarini qutqizishga hozirlanishi mumkin edi. Ul chog'da qushmaslik texmi yo'g'inib, qalaymaqanchilik chiqishi, oliylarning bexatarligiga kapolatlik qilolmasligim mumkin edi. Şunlaşqa ən avval oliylarni shaharga sog'-salomat olib berishdan boshqasini o'ylamadim. Şeyh Jamoliddinning haftadan beri o'ylab topgan sabablari Sultan Yunusxonni xeyli ishontirgan edi. Shu topda u bu sabablarni o'rinli his qilgan edi. Xo'sh, undaq bo'lsa meni bu dargohga so'lab qo'yib, ko'rinish qilmaganliklarini qanday tushuntirmoqchisizlar? Bu işte yanılı men ayıplik, dedi Şeyh Jamoliddin. Aslida xon oliylarini shaharga yo'lga solgandan keyin ol amirlarni zindonga mang'ussam bo'pti ekan. Xonish oyimlarni xotirjam qilib, oliylarning orqasidan shaharga yo'lga selish bilan bo'lib ketibdimi? Shul orliqda Murtazo polvon bilan Mirza Alibekning navkarlari to'yib qopti. Ular tuyuqsiz bostirib kelib o'z amirlarini bo'lab ketdi. Kaminlari xonish oyimlar bilan xonzoda malikalarning amonligini ko'zda tutib, ularga taqobil turishga oldirmadi. Bir haftadan beri ul ikki riyokor amirni izlash bilan bo'lib ketib, xon oliylarining oldiga salomga kelanmadi. Ularni tuta oldimi? Afsus, xeyli erkin qilgan bo'lsam-da, texchilar tutolmadim. Ishonchlik ma'lumotlarga qaraganda, ular shaharga suqinib kiryapti. Muddasi oliylarga qasd qilish o'xshaydi. Undaqda Mirsali borim bilan Mirza Abdurahmonlarchi. Ul ikki amir hozir qamoqda. Meni ular bilan hozir ko'rishtirsinlar, dedi Yunusxon das o'rnidan turib. Bugunchi ta'xir qilg'aylar oliylar, dedi Şeyh Jamoliddin darhol gap yozib. Shug'ulbek u ikkisini so'roq qilyotdi. Ixrorini to'liq tahqiqlab bo'lgandan keyin ondan yuzlashgaylar. Şuna birer ikki kun muhlat berishlarini so'rayman. Shug'ulbek degani qamoqxona boshlig'i, bosh so'roqchi deb izohatda. Aras, dedi Şeyh Jamoliddin tuyuqsiz bir ish esiga kelganda qiyofatda. Xonishlardan, xonzoda malikalardan ansirmagaylar. Ular nihoyatim yaxshi turibdi. Aslida oliylarni ul suyumlik tavobatlar bilan tezroq jam qilib ko'ngillarni xotirjam qilsak yaxshi bo'ladi. Lekin heliq to'rt nokasning bo'libmi olqinimizdan qechib qutulgan Mirza Alibek bilan Murtazo polvonning navkarlarini ehtiyot qilib qoldik. Sizlarga ma'lumdir, janobi bu Said Sultan oliylari kuzdan beri uzun Hasanni adablash uchun
Türkmen dəstəgi ləşkər tatqınıda Toshkentdagi qo'riqchi lashkarlarning xeyli ko'p qismini o'zi bilan birga ep ketgan edi. Ushbu sababdan lashkariy kuchimiz hozir xeyli ojiz. Ular buni bilib qoladigan bo'lsa, niyatidan yonmasligi, shaharni bizdan so'yib elib oliylarning jiniga qasd qilib qo'yishi mumkin. Shunlashqa oliylarni mushunda xilvat yerga joylashtirdim, ham buni qattiq sir tutdim. Buning hammasi oliylarning omon-esanligi uchundir. Navad oliylarga ziyon zahmat yetib qolsa, janobi posibonimiz Sultan Abu Said Mirza oliylarga javob bermikim tas bo'ladi. Kamin nökarlarning oliylarning omonligini ko'zlab ko'rgan bexatarlik tadbirlarimni to'g'ri tushunishlarini tovanchilik bilan iltimos qilaman. Ul tuzkur Murtaza polvon bilan Mirza Alibekni qo'lga tushiralsamlar, oliylar tamoman bexatar bo'ladi. U chaqda qo'riqchiliklarni o'zim qilib, o'zlarini bu Said Sultan oliylarining dargohiga omon-eson yetkazib qo'yaman. Shu topda bir munch yolg'on yovdoqlar bilan Sultan Yunusxonni ishondirdim deb o'ylagan Shayx Jamoliddin bakli ko'ranglab ketgan edi. Buyuk Mo'g'ulistonning hukmdorimiz der. Bir qapoqning ichiga selib asalli ko'ldirlatdim-ku mana. Bu yolg'onchilikni ajab qamlashtirdim desa, o'zini katta tojdorman, taxt sohibiman deb yolg'onchilik qilganga to'ysin. Yani bir ish gapni qishig'i kelmay kuzdi baqay. Ondan shu chaqda salomimni o'rnimdan turib ilib olmaganini ko'ray. Shu chaqda bergan salomimni hukmdorlar xos salobit bilan o'ltirgan petich ilik olsa, hozirgidek gediyalisa, cho'ng so'zliyalisa, ta'ddi qila olsa hisob. Ayni vaqtda dargohimga soyillarda kelgan bu sayoqning qilgan otqochiligini hargiz ko'tarmayman. Tojdor bo'lgan odamga o'z taxtigohida o'ltirmay bu yerda nima? Davron surgunini ko'z qilganiga to'ysin toza. Ish qilib deydiganini kelishtirib dedim. Ishonmas o'zining ixtiyori. Man qirko'zda deydigan bu Said Sultan yiroqda. Uning ustiga yog'i halakchiligida hozircha menga qo'li yetmaydi. Yunus Bekka o'zimni mushundaqroq tunatib qo'ymasam, Sultan Abu Said Mirza bilan bo'lgan do'stligini, birodarchiligini shipiy keltirib, hukmdorlik kibrini ishlatib g'ururimga tegishi, mulozimlarda xizmatiga selishi mumkin. Hozir bilan bo'ldi. Mushundaq 15-20 kun tutib turib, o'zining yig'ida o'zining go'shini qo'riy. Sal yavaşlagandan keyin Alibek bilan Murtaza polvonlarni sheriklar bilan yo'qotdim. Endi to'liq bexatar bo'ldilar deb nazarbatdan chiqaray. Yiliq sanduq oltin kumush javohiratlarni ashularga döngep yo'qoldiq chiqaray. Osmondan tilla yog'di degan mana mushu. Mushundaq qilsam, birinchidan u mendan minnatdor bo'ladi. Ikkinchidan, mayli mamlakatiga qaytsin, mayli bu Said Sultanning dargohiga borsin, nazarbatdan bo'shig'iniga xush bo'lib, Toshkentdan darhol yo'q qilishga aldiraydi. O'zining amirlarining tuzkorlik qilgani aniq bo'lganligi uchun mendan ranjiyanmaydi. Bu Said Sultonga ustimdan holdatlayolmaydi. Uchinchidan, yiliq oltin kumush javohiratlarining izdirkinini qilolmaydi. Aras, yiliqi 4 amirni darhol o'choqtirib bitay. Yomoni kelsa qarshilashganlik uchun nökarlarim o'ltiribdi derman. Yana birga Yunus Bekning xotin bolalariga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytay. Bular ish terib yurmisin yana. Shayx Jamoliddinning yo'chiq qoldirmay to'qigan bir talay yolg'on yovdoqlari Sultan Yunusxonni qaymoqtirib etgan edi. Shayx Jamoliddin uning yana gap so'rab kelishidan ansirab, xiyollarini yig'ishtirib, asta o'rnidan turdi. Oliylar obdan aramag'ayla. Kaminlari heliq ichki tuzkorning derkini qilishga aldiray. Atigichi oldilari xush xabar ib kelurman. Shayx Jamoliddinning so'zlari silq sipoya, ammo qat'iy edi.
Kallasını türlü geçmaç suallar çırmıvagan Yunus Han derhal beşini götürdü. Menin nökerlerim qayerda? Ulamı aman isen aliyler. Dedi bu soğudu toxtagan Şeyh Jamaliddin derhal arkasıga örülüp. Ondaqtın qoruqçılığımni aşı nökerlerim qılsın. Bunda qısaq bolmaz meken aliyleri. Dedi Şeyh Jamaliddin çırayğı xuşamet külküsü yügürtüp. Sultan Yunus Han hoşçuda qapqanı türdi. Nemişqa? Kəminləri üçün hazır xan alilərinin hər bir həmraqları gumanlıq. Ol nökərlərinin arasında heliqi 4 münafıq əmrə setilib ketganlar yo'q deb höddə qılılmayman. Şunlaşqa yana mening nökərlərim qoruqçılıqlarını qılsa bexatar boladılar. Kəminlərimi xotirjam bolaman. Yaxşı aramasılar alilər. Şeyh Jamaliddin gepini tügütüp aldı kayniga qaramay chiqib ketdi. Sultan Yunus Han nemi deyishini bilinmay turib qalgan edi. Shu tapda uning ko'z oldida Muhammad Haydar Mirza, Amir Abdulquddus bey, suyimli sarkardasi bu yanquli zohir bo'ldi. Biroq bu sadoqatman kishilar bahmi yiroqda edi. U sarkarda bu yanqulini o'ziga hamroh qilib olmaganiga bahmi pushaymon qildi. Ular mening hozirgi ahvolimni bilmaydi. Bu ahvolda ularni xabardor qilishim mumkin emas. Bilsa edi, kech kunduz yo'l yurib Toshkentga kelib bo'ladi. Ah, Xudo. Ul to'rt tuzkorga sotqinlik qilgudek nemi yomonlik qilgan bo'lg'aydim. Menga agishkisi bo'lmas gapini ochiq qilsa bo'lmasmidi? Lozim degan bo'lsa, bu Said Sultan oliylarga tayyorlagan ul pishkashlarni berib yetatdim emasmi? Şeyh Jamaliddin bilan birlashib manqas qilsa, nem foyda ola bo'lg'aydi? Manamdi ikkisi zindonda yetibdi. Ikkisining o'lik tirikligi noma'lum. Shoshqanda kechib yurdi. Yilqi xat qilchilik soxta emas. Ularning tuzkorlik qilish, qasd qilish niyati kelganligi rost. Lekin mono arzimas Toshkent to'g'risining qilgan bu muomalasini qanday tushansam bo'lar zodi. Bu dargohda turganimning qamoqda yoki zindonda turganimdan nima farqi? Texi mening nökarlarimga ishongil bo'lmasmish. Men ularni mingning orasidan birini tanlab, sadoqatdan sinab, xos nökar qilganman. O'tqa desam o'tqa, so'g'i desam so'g'i kiradi. Sherin jinidan kechidiki mendan hargiz kechmaydi. Yiliqi riyokor amirlarga setilib ketishi hargiz mumkin emas. Şeyh Jamaliddinning nima o'y xiyoli borligini bilmak ajab tasga tushdi u. O'shundoq buroqtirma bo'lib yana qancha vaqt turarman amdi. Bu Said Sultan oliylar bilan omon eson ko'rish nasib bo'lsa, uning qilgan bu adabsizligini ko'rsatmaydigan bo'lsa, yo'q. Avval uni rosa bir uchuqdab, ondan bu Said Sultan oliylarga tushuntirib qo'ysam bo'ladi. Bu dargohdan qutulaychi qani. Oxiri mening sababimdan yaxshi kunlarim oxirlashadigan o'xshaydi. Şeyh Jamaliddin o'z vaboling o'zgardininki. Rost. Bu Said Sultan oliylar qandaqroq turibdi ekan. Şeyh Jamaliddin uni kuzdan Turkman dashtiga lashkar topdi deydi. Yolg'on so'zlamgan cheri. Lashkariy yurishi nusratli bo'lib, raqiblari halokatga yuz tutdi ekan. Hurmatli anglag'uchilar, bugun kitobni mushinchalik o'qib berib turay. Davomini at kunduzda o'qib bergayman. Xayrli kech, omon bo'lgaysizlar.